o'tgan Xiva Art Fest 2026 xalqaro ijodiy tanlovida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelishgan. Sizlarga endi savol bilan yuzlanmoqchiman. Nozimaxon, xalqaro darajadagi ishtirokchilar bilan bellashish sizga qanday taassurotlar qoldirdi? Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu Xiva Art Fest 2026 ijodiy tanlovida qatnashish biz uchun qaysidir ma'noda o'zimizga bo'lgan ishonchimizni yanada oshirdi, chunki ustozlarimiz tomonidan ushbu konkursda qatnashish uchun loyiq deb topildik. 7 oylik mehnatlarimiz zoye ketmaganini ushbu konkursda o'rlarimiz orqali tushunib oldik. Qiyinchiliklar, erta kelib shug'ullanish, qayta mashqlarni chalish hamda quyosh botdi, lekin bizani maktabimizda o'qish bo'ldi, ustozlarning ish vaqti tugadi, lekin bizga ana shu o'quvchim qaysidir o'rinni olsin, nechinchidir o'rinni egallasin deb nafaqat men ustozim, balki bularni ham ustozlari bizning ustimizda anchagina mehnat qilishdi. Shu ertayu kech mehnat qilganingizni samarasini ko'rdingiz, shundaymi? Ha, albatta. Nozimaxon, konkursga qanday ijodiy ish bilan qatnashdingiz? Ijodiy tanlovimizga Mixail Talmasovni Lola asari bilan qatnashdik va bu kuyimiz hakamlarga ham manzur keldi. Sizni qo'llab-quvvatlagan insonlarga rahmatlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Aytishimiz kerak bo'lgan rahmatlar asosiylari ota-onamizga hamda ustozlarimizga, bizga yaqindan yordam bergan ustozlarimiz Berdiqulov Jahongir, Atanchayev Xurshid ustoz hamda Mamatov Olimjon ustozlarimizga katta rahmatlarimizni aytamiz, chunki bizni shu darajaga yetkazishgan uchun, bizga shunday bilimlarni, o'zlarining bilimlarini berishgan uchun ularni alohida e'tiborga olmasak bo'lmaydi. Rahmat, dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun barchangizga rahmat aytamiz va kelgusi ishlaringizga omadlar tilab qolamiz.